Ko'pincha qaysi platformada yolg'on xabarlarga duch kelasiz? Ko'proq YouTube'da mashhurlar haqida fake xabarlarga duch kelib turaman. Instagram ijtimoiy tarmoqlarida ko'proq yolg'on xabarlarga duch kelaman. Ko'pincha YouTube platformasida yolg'on xabarlarga duch kelaman, lekin ishonmayman. Ularni rost yoki yolg'on ekanligini rasmiy kanallardan, saytlardan tasdiqlamaguncha bironta xabarga ishonib ketavermayman. Hozirgi vaqtda internetga o'zi ishonch yo'q menda. YouTube'da ham yolg'on xabarlar ko'p keladi, ba'zan Telegramda ham ko'p keladi. Yolg'on xabarlarga hech qachon duch kelmaganman. Bir nechta kuzatadigan, to'g'ri xabar jo'natadigan platformalarim bor. Va endi qisqa news haqida ham bilib oldim. Uni kuzatib boraman. Men ko'proq Instagram kanal anaqasini ko'raman. Instagramda rasmiy kanallar ham chiqadi. To'g'ri gaplar tahlil qilinadi, to'g'ri ishonaman o'shalarga. Ko'pincha Instagram va YouTube platformalarida yolg'on xabarlarga duch kelamiz. Kiber xavfsizlik bo'limidan so'rab qoramizki, kiber jinoyatlarni oldini olishni.